Xo'p, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bugungi podkastimiz именно multi-level uchun mo'ljallangan bo'ladi. Multi-level o'zi nima u? Bizning Yangiyo'l territoriyamizda shunaqa kadrlarimiz bormi, shunaqa tutorlarimiz bormi? Kuchlilar, qanaqa metodikalar? Umuman, keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bugungi podkastimiz именно multi-level uchun mo'ljallangan bo'ladi. Multi-level o'zi nima u? Bizning Yangiyo'l territoriyamizda shunaqa kadrlarimiz bormi, shunaqa tutorlarimiz bormi? Kuchlilar, qanaqa metodikalar? Umuman, keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Bitta tanishtiradigan bo'lsam, men ismim Islom. O'quvchilarim Mr. Jones yoki bo'lmasam Islom Bironiki ostida menga murojaat qilishadi. 12 yillik experience'ga egaman. Umumiy ingliz tili va oxirgi 3 yilda o'sha IELTS Cefer'dan dars berib kelmoqdaman. Assalomu alaykum. Men New Way o'quv markazini rahbari bo'laman. 26 yillik ingliz tili ustoziman, oliy toifali va o'sha General English, Cefer, IELTS yo'nalishida o'quvchilarni tayyorlab kelaman. Assalomu alaykum. Mening ismim Nazokat. 10 yillik malikaga ega oliy ma'lumotli ustozman. Jahon tillari bakalavr, Webster magistratura, ayni paytda Nizomiy universitetining tayanch doktorant birinchi kurs talabasiman. Shu paytgacha General English hamda multi-level IELTS ga o'quvchilarni tayyorlab kelmoqdaman. Xo'p, bo'lmasam birinchi savol boshlaymiz. O'zi multi-levelni o'zi nima? Yoki biz xalq tilida tushunadigan o'sha Cefer'ni o'zi nima? Keling, shu savolga birinchi javob beramiz. Yo'qmi? Sizdan bo'lsin. Cefer oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, xalq tilida o'sha o'quvchilarni ingliz tilini bilish darajasini aniqlaydigan sertifikat. Ya'ni bu o'zi tegi Yevropa tillari reference bo'yicha tayyorlov sertifikat deb hisoblasak, lekin bizani anaqaga keladigan bo'lsak, bu milliy o'zimizni o'sha tillar ko'nikmasini baholash sistemasi. Siz nima deysiz? Ziyoda gaplarga qo'shilaman. Birinchi bo'lib mana O'zbekistonga kirib kelgandan keyin biz shu respublikamiz tomonidan ozgina o'zgartirishlar berilib 2022-yildan boshlab biz mana shu CFR imtihonini multi-level imtihoniga o'tildi va multi-level imtihonida bosqichma-bosqich baholash boshlandi. Avvallari masalan shu 22da avvallari biza B2 ga yoki C1 ga topshirayotganimizda aynan o'sha darajani belgilab topshirgan bo'lsak, ayni paytda biza darajani belgilamaymiz. Savollarga qarab, ishlagan bahoyimiz, natijamizga qarab, biza o'zimiz natijamizni xuddi IELTS ga o'xshab shkalada baholanamiz. To'g'ri, chunki Cefer'ni o'zi Yevropa ittifoqida fuqaroligini olish uchun o'ylab topilgan test sinovi bo'lgan. Birlamchi. Keyinchalik o'sha yerda Yevropa ittifoqida tillar o'sha ispan tili bo'ladimi, ingliz tili bo'ladimi yoki migrant bo'lib ko'chadi yoki ish yuzasidan ularga shu sertifikat talab qilingan. Hozirgi kunda bu talab endi O'zbekistonda va shu talabni bilim darajasini belgilash uchun bizda hozir ingliz tili, arab tili joriy qilingan, nemis tili, turk tililar ham bor bizda. Endi keling keyingi savolga o'tamiz. Multi-level aslida multi-levelni qancha vaqtda o'rgansa bo'ladi Ziyoda o'zi aslida? Mana ko'p yillik tajribamga tayangan holda aytaman. Oldingi uni hammamiz bilamiz, uni tan olishimiz kerak. Oldingi o'quvchilar bilan hozirgi o'quvchilarni qanaqadir farqi juda ham katta. Masalan, oldin yillab o'qishgan General English o'ziga yillab ketib qolgan bo'lsa, hozirgi o'quvchilarimiz o'sha texnologiya rivojlanganligi tufaylimi yoki o'sha ingliz tiliga bo'lgan qiziqish kundan kunga ortib borayotganigami, bular qisqa muddatda ichida o'sha Cefer yoki IELTS sertifikatlarini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lib kelishyapti. Endi bunga yana bitta sabab bularning fokusi. Agar bu narsaga masalan shu oydan shu oygacha degan aniq muddat o'zi tegi yo'q. Bu bolani qobiliyatiga qarab, o'qituvchini salohiyatiga qarab belgilanadigan narsa va ularni o'sha o'quvchini o'zini qiziqishiga ham kerak bo'lsa, bu narsa juda ham bog'liq deb bilaman. Agar masalan yaqindagi vaziyatda ayta olaman, General English'dan keyin bizada 3 oygina o'qigan bola ham kerak bo'lsa B2 oldi. Bemalol B2 oldi, ya'ni C1 ga ozgina yetmay qoldi deb ayta olaman. Nega bunaqa qisqa muddat General Englishga qancha ketgan degan savol ham tug'iladi bu yerda. General English deganda o'sha maktabda bu bola ingliz tilida o'zi yaxshi o'qib kelgan.
lekin aynan biror bir nimaga kurslarga bormagan. Bizga kelganda deylik pre-intermediate oralarda bo'lgan. Pre-intermediate bilan intermediate bitta qilib o'tib, sразу keyin anaqaga o'tib ketilgan, sifr tayyorlov kursiga o'tib ketilgan. Shuni orasida 3 oy, u yoq bu yog'i 4-5 oyda B2 ga chiqib kelyapti bola salohiyatidan kelib chiqqan holda. Lekin shunaqa o'quvchilar bor. 6 oy ham kam. Bunday. Masalan, men o'zim maksimal 6 oy desam, lekin shunaqa o'quvchilar bo'lib qoladi. 6 oyda ham B2 ga qanchadir foiz yetmay qoladi. Keyin lekin hozirgi o'quvchilar shu narsani tushunib yetishdi. Haqiqatan biz aytgandaqa qilib o'qib, fokusini faqat ingliz tiliga ko'proq demoqchiman qaratib, chalg'ituvchi ba'zi narsalardan voz kechgan holatda o'qiganlar 6 oyda bemalol B2 olishyapti. Endi general English'i 0 dan bo'lsa ozgina o'tishi mumkin, 8 oy. Siz nima deysiz? Sizni o'quvchilaringiz qancha muddat davomida o'rganishadi va shunga erishadi? Kamida B2 ga. Lekin meni unaqa tez yoki menga sekin o'rganadiganlar kelarmikan deb qoldim. Chunki bizada yaxshi o'quvchilarimiz 1 yilda bo'ladi. Men bu statistikaga yaqinda o'qib chiqdim, anaqada Google'da bitta til o'rganishiga umumiy mana C1 darajaga erishishga 9 soat kerak bo'lar ekan. Masalan, bir kuniga 2 soatdan bo'ladigan bo'lsa, 1 yilga to'g'ri keladi bu narsa. Endi man masalan hozirgi paytga olayotgan bolalarimiz, ularga 0 dan boshlaganlarimiz 12 oy, 10 oyda olyapti. Agar ular harakat qilganlari, harakat qilmaganlari olmasdan ham qolyapti, lekin to'g'risini aytaman. Chunki beginnerimiz bor, u B2 degani o'sha tilda bemalol gaplasha oladigan, gaplar tuza oladiganda. Masalan, ba'zi bolalar keladiki, opa deydi, men 2 oygina vaqtim qoldi-da deydi. Men sizga beraman, xohlagancha beraman. Men 7 olishim kerak. Lekin u faqat nima o'qigansan desam, qizim Murphy o'qiganman. Uni ham ba'zi joylarini o'qiganman dedi. O, deyman-da. Bo'lmaydi-da bu. O'sha narsaga konkret qarashimiz kerak-da baribir. Shu narsani imini nazarda tutib aytdim-da, chunki bilasiz, hozir faqat ingliz tilini fokus qilib odam yashay olmaydi. Bu yerda qolgan fanlar bor, maktabga borish kerak, ishlaydigani ishlaydi. Ya'ni bu oilaviy anaqalar bor, ya'ni o'rtoqchilik, ko'chaga chiqish, yo hokazolarni kechgan holda, hali nima deydi, ko'milib o'qish deymiz-ku, qo'pol aytganda. Lekin ko'milib o'qigan o'quvchilarning hozir o'zi yo'q. Maktabdan ham ozod bo'lib olib o'qishi masalan imkoniyati yo'q. Maktabda ham fanlarini o'zlashtirish kerak. Uni tashlab qo'ya olmaydi. Shuni hisobiga bu siz aytganingizdek cho'zilib kelgan, qarang, haftada 3 marta deymiz. Xohlagan o'quv markaziga borsin, eng ko'pi bilan 5 marta. Ya'ni intensiv kurslarimiz bor 5 marta. Bo'lmasa 3 marta. Shu 3 marta haftada 3 marta o'qidimi, 3 marta bola qo'liga kitob oladi. Bo'ldi. Bunda 6 oyga yetib bora olmaydi, aniq. Bu 1 yilda ola olsa ham katta gap. U har kungi o'sha 24 soatdan keling, mana u yeb ichish, uxlashdan tashqari 12 soatini olib tashlaylik. Ana shundagina erishsa bo'ladi haliga aytgan 6 oyda 7 oydagi natijalar. To'g'ri, u gapingiz 100% to'g'ri. Har bitta etapi bor. Beginner, elementary, hamma etap, intermediate, intermediate yoki cho'ziladigan, ayniqsa beginnerda ham o'sha mavzu bor, elementaryda kerak bo'lsa pre-intermediate ham bor. Ya'ni hazm qilish qiyin bo'lgan, ayniqsa present simple deydi, mana present simple hazm qilish qiyin. Kimlardir, men o'zim 3 kunda o'rganganman. Ishoning, ana 3-asr birlikda S bilan S ko'plik fe'lda nima qilyapti degan savolimga ishoning, domlam xonadan chiqarib yuborganlar 3 kun o'rganganman. Hazm qilishim qiyin bo'lgan, chunki lar fe'lda nima qiladi lar deganman-da. Keyin esan oqimga qarshi suzmagan, shu tilni o'rgandim, tilda bor narsani qabul qilishga harakat qildilar. Keyin shundan keyin ha bo'ldi, demak, shu holatda ekan, shu holatda o'rganishim kerak ekan degan narsani miyamga qo'yib olganman. Lekin endi harakat qilganimiz biz ham oqimga qarshi suzishga, lekin oson bo'lmagan. To'g'risi, oson bo'lmagan bu mavzuni o'zlashtirishi. Endi boyagi savolga qaytadigan bo'lsak, aynan misol uchun bizning o'quv markazimizda, Sefer Center o'quv markazida faqat Seferga moslashganligi uchun har bir etap 1 oydan o'tiladi. Misol uchun kerak bo'lsa qaysi mavzularni biz olib tashlaymiz, chunki kamida B2 oladigan o'quvchilarga, misol mana siz kollegalar sifatida
wishli gaplar yoki if conditionni uchinchisi kerak emas. Birinchisi yoki ikkinchisi bo'lsa maqsadga muvofiqroq. Ya'ni biz qaysi mavzularni olib tashlaymiz. Qaysi mavzularni olib tashlash evaziga biz qisqa muddatda rezultatga erishsak bo'ladi va salohiyat ham asosiy rol o'ynaydi. Agarda men o'zim 3 yil Qozog'istonda o'qiganda, ishoning, ularning yoshlari bilan bizning yoshlarni, ularning salohiyati bilan bizning salohiyatini solishtiradigan bo'lsak, bizning salohiyat ancha-muncha oldinda. Ishoning, qiziqishimiz ham bor. Bizga kerak bu narsa, qilmasam bo'lmaydi, kelajakdagi maqsadim uchun kerak degan narsa bizda tushuncha bor. Shuning uchun bilmayman, balki qonimizda bor o'rganish yoki tez olish yoki o'sha boya aytayotganimdek kelajagimizga kerak bo'lgan degan tushuncha borligi uchun ham biz balki tezroq o'rganarmiz boshqa xalqlarga qaraganda. Xuddi shunaqa, qaysi mavzularni olib tashlaymiz, qo'yamiz yoki o'zimizdan dasturimizni yaratamiz va har bir daraja bir oyda 0 dan 5 oyda bemalol biz bilan B2 olsa bo'ladi. Sefer Centerda iloji bor. Sizni fikringizga qo'shilaman qaysidir ma'noda, lekin bitta joyiga ahamiyat berishimiz kerak. Ularda ham masalan qaysidir fanlarda, mana Qozog'istonda qaysidir fanlari bizaga qaraganda chuqurroqda o'quvchilarda. Endi men o'ylaymanki, ingliz tiliga nisbatan masalan bizada hozir ommaviylashib ketyapti, hamma IELTS o'rganyapti. Ishoning, kim mana oddiy boshqa davlatga ketaman desa ham yo IELTS o'rganadi yoki multi level o'rganadi, bizada universitetga topshiraman desa ham hamma bir-biri bilan ingliz tiliga borayotgan odam ham umuman o'zi uchun ingliz tilini o'rganayotgan odam yonida yashariga men IELTS oldim, men IELTS oldim degandan keyin nimaga men olmayman deydi. O'zi senga shu kerakmi? Yo'q, kerak, menga IELTS kerak deb ommaviylashib ketdi. Borgan sari hamma IELTS ga harakat qilayotgani uchun O'zbekistonda bu narsa yoshlar orasida yana bitta trendga chiqqan narsalardan biri bo'lyapti. Ayniqsa bu albatta bizga bu yaxshi deb o'ylayman. Sertifikat ingliz tilini bilmayman, oldin yoshligimdan ingliz tiliga bo'lgan muhabbatim bo'lganda. Shu narsani aytaman, qiziqib o'qish bordi. Endi to'g'ri, ikki odam ikki xil yo'nalishda o'rganadi. Majbur olmasa bo'lmaydi. Ishida ham talab qilinyapti. Institutga kirish kerak. Ota-onasini xohishi turibdi bu yerda, ya'ni yuzini oqlab berishim kerak. Yo'q. O'shanaqalarda sal qiyinroq kechadi o'rganish. Lekin qiziqib aytadi-ku, mana o'tirsa ham tursa ham xayol ingliz tilida bo'lgan bolalar bo'ladi. Ingliz tili meni hayotimning yarmi. Passion o'zimni to'xtata olmayman deganlar bo'ladi-yu. O'shanaqalarda yengil o'rganilyapti-da, juda ham. Masalan, ular masalan shu reading articledan charchashdimi, o'tirib olib kino ko'rib o'tiradi ingliz tilida. Yoki o'sha listeningda hada bitta podkastlarimizda musiqalar va hokazo. Ya'ni o'zini ingliz tilini o'zini o'sha hayotining bir qismi deb hisoblaydi. Ana shunaqalarda ancha-muncha bizda haqiqatan natija qilib berishimiz yengil kechyapti. Juda ham oson kechyapti. Endi ya'ni IELTS bilan seferni agar ko'proq nimasi bo'yicha qanchalik mashhur bo'lligi bo'yicha keladigan bo'lsak, mana oxirgi 3 yillikda o'quv markazimda oldin seferga bo'lgan talab kamroq edi. Kim kelsa IELTS'dirdi. Endi 9 tasidan to'g'risini aytaman, 10 tasidan deylik, 10 tasidan 3 tasi IELTS so'rayapti, qolgan 7 tasi sefer so'rayapti. Hop, imkoniyatlari birinchisi masalan pul. Ijtimoiy kelib chiqish. Ijtimoiy kelib chiqishdan oladigan bo'lsak, bu arzonligi. Uni 4 marta topshirib chiqsa bo'ladi IELTS puliga demoqchiman. Lekin kelgan ko'plab naqa deydi. U yengil deydi. Yengillik darajasi bitta listeningda sezganman. Sezsa bo'ladi. Speakingda. 2 marta eshitilgani uchun bo'lsa kerak. Listeningda 2 marta eshitilgani uchun speakingda tayyor narsa turganda, o'shani masalan 3-partiyada foreign against gapirib berayotganda tayyor shunday strukturadan olib, anaqa formuladan olib, paraphraslar qilib olib, buni topshirib chiqsa bo'ladi degan joyi. Keyin yana bitta narsani aytaman, sistemasida o'qitayotgan bolalarni ozgina vaqt qoldi, masalan, yoki bo'lmasa o'sha mablag' taraflama ozgina qiynalib turgan bo'lsa, voy senga nima chet elga ketmasang, sefer topshirib chiqa qolgan deganimizda o'ynab kulib, sizlarning seferlar ancha oson ekan degan gaplarni ham eshitamizda. Bo'lmasam
masalan ularni bir grammatikasida farqi yo'q. Ha, O'sha yo'q. grammatika yoki bo'lmasam qanchadir foiz academic words bo'ladi, bunda general English degan gapni o'zi yo'qdi. Ha. Faqat endi to'g'ri o'sha listeningida sal 2 marta qo'yib berishi bizga yengillik yaratadi. Keyin o'sha task 1 da bilasizlar, uni nimasi borligini. Kim matematikadan uncha zo'r bo'lmasa, mana bu nimalarda qiynaladi, o'sha graflarni ochib berishda ozgina qiynaladi. Boshqa payt menimcha unaqa ja katta o'zgarishi yo'q deyman. Ha, deb o'ylayman. hozir qo'shimcha qilishim kerak. Oxiriga tushayotgan endi normativlar sekin-sekin yaratilyapti, chunki sifr hali unchalik bizada sayqallanmagani uchun yaqinda o'zim kirib chiqqanimda aytishlaricha B2 olgan sertifikatga ega bo'lganlar imtihonni B2chilar xonasida, C1 olganlar C1chilar. Bu narsa menimcha shaffoflikni ta'minlasa kerak va bundan yana orada aytishdi, listening qo'yish jarayonida C1 olganlar va C1 xonasiga listening bir marta qo'yilib berar ekan. Bu yog'iga C1 olgan sertifikatga ega bo'lgan va C1 ni yana qaytadan tiklamoqchi bo'lganlar C1 xonasiga alohida C1chilar xonasiga qo'yilar ekan va bir martadan eshitilar ekan. B2chilarga yoki bo'lmasa endi topshirmoqchi bo'lgan kandidatlarga esa 2 marta. Mana shu yangilik bor. Bu shu paytgacha lekin ingliz tiliga to'g'ri 2 marta qo'yilgani bilan, lekin qolgan tillarga, masalan boshqa arab tili boshqalarga bir martadan adashmasam. Mana bitta yangilik. Xo'p, keling keyingi savolga. Keling ozgina qizdirgan holatda mental levelda eng qiyin qism siz uchun qaysi va o'quvchilaringiz uchun qaysi qismlar qiyin bo'lgan? Bilamiz, listeningda bizda 6 partdan, ya'ni 6 qismdan, readingda 5 qismdan iborat. Misol uchun, imенно menda listeningda 6-part juda ham ko'p informatsiyalar beriladi. Uni tanlaguncha ikkinchisini tanlaguncha, ya'ni qo'shimcha ma'lumotlar qiynaladi listeningda. Readingda eplasa bo'ladi. Lekin menda listeningda 6-part qiyin. Informatsiya ko'p. Informatsiya juda ham ko'p. Siz uchunchi? Xo'p, birinchi topshirganimda hech qanaqa tayyorlovsiz TESOL sertifikatiga bizani o'qitishganda, American coachlar kelib 2 oy o'qitgan. O'shanda shu practice mobaynida keyin topshirib ola qoling. Как раз menda speakinglar hozir yaxshi deb kirib chiqqanman. Tayyorlovsiz C1 olib chiqqanman. Hammasi menga yengil deb tuyulgan. Keyingi kirganimda o'zgarish bo'pti deb ozgina tiklanib o'qiganimda navbat 3 ball yetmay qo'ygan. Keyin 3 ball yetmay qo'ygan, rasalam qilgan. Keyin nima deganingizni hozir eslatib o'tdingiz, listening part 6 da ishoning tezlik bor-ku, uровень anaqasi. 100% x 2x da eshittirilgan. To'g'ri. Chunki auditoriyada o'tirgan hamma bir-biriga mana shunaqa qaraganda, ko'pchiligi men o'qituvchiligimni bilishardi, lekin oldin C1 tushganini, C1 bo'lganini ham bilishardi. Mendan nechta oldingiz, hamma so'rayotdi. Endi 6 tadan dedim, 2 tasiga uspet qildim dedim, ulgurdim. Qolganlarga ulgurmadim dedim. Shu auditoriya dars imtihonimiz tugagandan keyin ham shu auditoriya bilan chiqamizda, opa yoza oldingizmi? Ular ham ko'zlari katta bo'lib, yo'q, bu oddiy uровеньda qo'yib berishmadi bizga, tezlatirilgan uровеньda bo'lib qoldi dedik. Keyin yo'q, o'zi qiyinchiligi unaqa tushunarli, lekin mana to'g'risini aytsam, tez gapiradigan o'zbeklarnichi ba'zanda eshitib turib, nima deyin borasiz-ku, xuddi shunaqa. Endi academic English imamda uровень anaqasini tezligini 2x qilib qo'ygan bo'lsa, menimcha uncha inglizlarning o'zi ham tushunmay qolsa kerak. Keyin writing muammosi. Men out of topic yozib chiqdim deb, writing out of topic yozdim debganman. O'zim chiqqandan keyin analiz qilganman. Qancha writingim zo'r chiqqan. Writingim yaxshi chiqqan. Xuddi shunaqa holat yaqinda o'quvchim mana 2-maydami chiqdi javoblari. Ularniki B2 chiqdi. O'shanda aytdilar, Ziyoda opa, вообще speakingda har safar uyalib eng qo'rqqan speaking zo'r chiqibdi dedilar. Lekin meni o'quvchilarim o'zini orasidagi gapdan kelib chiqib aytaman, writingga qiynalishadi. Birinchi sababini aytaymi? Writingdan men qiynalishadi. O'zi o'zbek tilida men shu yozmaydi hozir hech kim. Fikrlash doirasi qisqa bo'lib ketadi. Kitob o'qishmagandan, fikrlashi sal tor bo'lganligidan, lekin men ingliz tilini o'qitayotganimda shunaqa maqolalar, mana sample beramiz, writing sampledan o'qishadi-yu.
baribir qaysidir ma'noda bolasi o'zgaradi. O'quvchilarim o'zgarganini o'zim sezamanda. Dunyoqarashi, fikrlash doirasi kengayadi. Maqoladan deysizmi? Ya'ni samplelardanda, mana shu artikeldan yoki maqola, masalan, writingga o'ziga fikr kelmasa, men sразу aytamanda 5 ta sample o'qi deyman. Tayyor task o'sha 2 da sample'ni o'qi deyman. Tayyor. Bu ham bitta masalan anaqada nima deydi, approach, qanaqadir yo'nalish. Bolalarga biz mamlakatda bunaqa masalan tarjima qildira olmaysiz, to'g'rimi? To'g'ridan to'g'ri ingliz tilida fikrlash uchun maqola ko'proq ingliz tilida o'qish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Keyin sekin bola sample yozgandan keyin o'zi shu mavzuda fikrga ega bo'lgandan keyin yoza oladi-da. Ya'ni tushunganda, shu mavzuni to'liq tushunganda, qisman bo'lsa bu disadvantages tushunib oldi, minus plus ekan. Lekin men buni nimasi minusga kiradi, bu nimasi bu plussi o'zi bizaga degan narsani tushunish uchun kamida 5 ta sample o'qinglar deyman. Keyin 6-sida o'shandan kelib chiqib o'zing fikrga bo'lganingni yozasan. Meni bolalarimda ko'pincha writing bilan speaking eng anaqa qiyin skills deb tushunishadi o'zlari. Albatta writing bilan speaking nimagaki? Chunki biz bilamizki, productive skills bor, receptive skills bor. Bizda masalan listeningni eshitib qilsak bo'ladi. Readingni ham variantlarni ursak bo'ladi, lekin endi writingda biz haqiqatan o'zimizni mehnatimizni ko'rsata olishimiz kerak-da. To'g'ri. O'sha ko'rsata olishimiz kerak. Bu yerda writingda bizda baribir gaplarni o'yinga ketadi, murakkab gap tuzish yoki anaqa passive voice'da to'g'ri foydalanish, word formationlar bor bizda. Bachkana qilib olmasligi ham kerak. Albatta, sinonimlarni to'g'ri qo'ya olishi bor. O'sha narsa lekin face to face bo'lgandan keyin haqiqatan biladi bola o'zini. Ham ba'zi joylarda bilim yetmasligi mumkin, grammatikaga ko'p ahamiyat bermagan bo'lishi mumkin. Men tezroq anaqa IELTS olishim kerak yoki multi leveldan sertifikat olishim kerak deb bir xil grammar o'qib kerak emas menga grammar deb qoladi. Menga bering bo'lishi. Strukturasini bering, qanaqadir shablon berishimiz kerak edi. Shu shablonni yodlasa, olsa bo'lsa. Voy, shablondan zo'r hozir foydalanyapti. Bir xil shablon shunaqa qo'yadi-da. Ana tu bilan tugasa, fe'l qo'yadigan joyga ega qo'yib ketadi-da. Ana o'qiyotgan odam mana bu shabloni zo'r ketadi. Oddiy so'zlar bilan to'ldirgan bo'ladi. Da orasiga noto'g'ri so'z qo'ygan bo'ladi. Ya'ni ot o'rniga fe'l hammasi memorized ekani bilinadi. Ha, shuna sezilib qoladi. O'quvchilaringizda faqat shu writingdanmi, boshqa kamchiliklar seziladigan joyi yo'qmi? Mana shu listeningga siz fikringizga qo'shilaman. Mana boshida sekin bo'ladi. Wow deydi, bola xursand bo'ladi. Keyin sekin bo'ladi. Paq etib tez bo'lib ketadi-da. Shunaqa. Riski tez bo'lib ketadi. Sekin aldab ham tekshirmaydi-da. Informatsiyani anglab olish ham sal qiyin bo'ladi, chunki bular aytgandek tez, men informatsiya ko'pligidan chalkashib ketaman. Informatsiya bitta joyda shunda ag'darib ketadi, bitta not orqali yoki without degan predloglar orqali shunda ag'darib ketadi, o'ylagan narsangiz boshqa narsa bo'lib chiqib ketib qoladi. Ikkinchi marta eshitaman desangiz, umuman iloji. Yaqinda tushgan savolda ham shunaqa library deganda university library eshitibmanda, ha, bo'ldi 100% yoniga yozdimda. Keyin sekin o'tiribman, o'zini-o'zi qayerdandir city library degan so'z chiqib keldi. Ishoning, tamomila tamom bo'lib. Chunki eshitdim-da, men uveren edim shu listeningda bu university bo'lishi kerak. O'sha 26-da. Mana shunda yaqinda bo'lgan edi, shunaqa bo'ldi. Keyin bundoq keldimda, orqamga bitta qaradimda, bitta aka o'tiruvdilar. Bundoq qarasam, city library deb yozgan ekanlar. Qoyil dedim. Chunki eshitmadim, boshida uveren bo'ldimda, chalg'idim. Chalg'gandan keyin mana qilib o'tirgan holatimda, keyin city degandan keyin shokka tushib qoldim. City dedi. Voy, city men endi libraryman. Keyin zamonlarga ham qarashga harakat qildim. Zamonlar will deb berilgandi. Keyin will deb berilgan savolda ham will dedi. Demak, u eskidan university bo'lgan, keyin u bizda city library o'zgartirilgan. Ana o'shandan to'g'ri ishlabman deb urib chiqdim. Mana shu holatim bo'lgan, shoshqaloqligimdan o'zim shoshaman. Keyin men bu narsa o'ylaymanki, shu keyinchalik bu to'g'rilanadi. Mana shu listening bo'ladigan xonalari jihozlanishi. Masalan, bizda speakerlar qo'yiladi-da, birinchi o'tirgan odamga yaxshi eshitildi degani, orqada o'tirgan odamga yaxshi eshitilmaydi. Yoki unga yaxshi degani bunga juda ham baland bo'ladi. Xo'p, ikkalasiga ham bir amalladimi? Yo'q, qish kunlari borgan o'quvchilar juda ham sovqatdik deydi. Mana yaqinda borganlari isib ketdik, oynani yopinglar dedi. Keyin mana
yaqinda bitta o'quvchim bordi, yig'lab kelyapti. Nima bo'ldi desam, orqamdagi faqat yo'taldi dedi. Endi yozaman desam, yo'talaverdi Juda katta hammamiz. distraction-da. U yo chiqib ham ketmagan deyapti, yo chiqarib ham yubormadi deyapti-da. Unaqa ham bo'lmasligi kerak. Omillar to'sqinlik qiladigan omillar bor. Endi haqiqatdan ko'p odam topshirayotgani uchun ham menimcha joy balki tanqisroq bo'layotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bo'lishi mumkin. Miflarga o'taylik. Keling, endi bizani ham o'zimizning o'quv markazimizda kimliklari bizga aytilmaydi, lekin bor imtihon testlarini, writinglari yoki listeninglarni tekshirib beradigan va bizga prognozini aytib turadigan ustozlarimiz bor va ularga berilgan ko'p baholari writingni o'zbekcha yozib chiqsam baho qo'yishadimi? Baho ham olganman deganlar bor. Shu savolga nima deysiz? Writing rostdan o'zbekcha yozib chiqsa yuqori baho qo'yishadimi? Bu bo'lmagan gap. O'zi nima desam ekan, mish-mishlik unaqa ishonavermayman ham. Fakt bilan ko'proq qiziqib faktlarga ishonaman. Chunki qarang, odam zerikanidan mish-mish chiqazadi-da, qoralash, kimnidir mehnati ko'p. To'g'ri, qaysidir ma'noda endi nima desam ekan, ma'no zo'rda. Shu bir ikkita grammatik xatolardan ko'z yumvorigan bo'lishligi mumkin. Be'ma'ni fakt emas. Lekin ma'no zo'r. Men o'zim raqamni aytdim-ku, out of topic kamera umuman boshqa narsa so'ralganda, men boshqa narsa bilan aylanib bitta out of topic bo'lib ketayotganimni sezib, yana conclusionda baribir o'shanga qaytarib olib kelib qo'yganim hisobiga masalan yaxshi ball oldimda. Lekin bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Endi bittasi ham menga aytibdi, iltimos ingliz tilida yoz, iltimos 2 marta men уже B1 bo'lib qoldi. Bu 3-oxirgi imkoniyatim. Shuni B2 ga ilinishim kerak deb yozib chiqqan ekan, o'shanga B2 qilib berishibdi. Endi qarang, bitta narsada listeningni ko'tarib olishyapti-da. Listeningdan reading ko'tarib olishyapti. O'zim ham bitta o'quvchim writingga juda past edi. Nimani hisobiga? Grammatikasi past hisobiga. Grammatikasi pastligi uchun endi oxirida nima dedim? Mayli, qo'lingdan kelgancha harakat qilasan, vaqting kam qoldi. Hatto listening ko'tar deymanmi reading bilan? Speaking sal bo'lsa ham mana qilib beradigan. Shularni ko'tarib bitu olib chiqdi-da. Writing past chiqib turibdi, listening bilan yutib ketdi. Endi lekin u yerda men palon pismonom iltimos degan gapi bo'lmagan. Qisman yozgan, qisman. Lekin bari tortib ketgan. Lekin men o'sha siz aytayotgan narsalarga yo'q deb o'ylayman. Chunki erta ham o'tirgan odamlarni nazorati bo'ladi. Ularning ham javobgarligi bor bu narsa uchun. Ertaga apellyatsiya degan so'z bor. Apellyatsiyaga berib qolishligi mumkin. Menimcha bu noto'g'ri fikr bu. Haqiqatdan masalan bor shunaqa o'quvchilar speakingga, writingga past. Juda ham tez fursat olishi kerak. Ular bilan biz ko'proq listening, readingga urg'uni beramiz. Writingdan bir amallab yozadi. Mana shu ikkita listening, readingdan baland olgani evaziga bitu olganlari bor. Lekin o'zbek tilida yozilishi, u narsaga men butunlay ishonmayman ham. Bu narsa bo'lmagan gap, hammasi gap deb o'ylayman. Chunki o'zini tekshiruv kriteriyalar bor uni ham. Xuddi shu mana 4 ta kriteriya asosida tekshiriladi. Masalan, o'sha strukturalarni to'g'ri yozgani, sinonimlar, o'sha so'zlardan foydalangani, hattoki o'sha nuqta, virgulga ham baho qo'yiladi-da. U o'zbek tilida yozsa uni tekshiruvchilar baribir bitta odam tekshirmaydi, ketma-ket, etap tekshiriladi u narsada. Shuni ham boya biz podkastdan oldin ham ozgina muhokama qilgandik, shu haqida ayting. Endi ekzamenerlarimiz bir kishi emas, to'g'rimi? Bir kishi emas. Shu haqida ham ayting, boya shu haqida gapirib. Xo'p, mana apellyatsiyaga borgan o'quvchilarimizdan, mana eshitganmiz, borganmiz ham, o'tda sizga keltiriladi. Bir odam o'tda tekshiruvchi tekshirdimi? Ikkinchi odam tekshirgan o'sha bitta narsani birga tekshiradi. Faqat albatta alohida. Bahosi bir xil bo'lishi kerak. Siz o'sha narsaga bitu qo'ydingiz, men ham bitu qo'ydim. Lekin bu demak to'g'ri. Lekin yana boshqa ish keldiki, siz unga A2 qo'ydingiz, men B2 qo'ydim. Demak, bu yerda nimadir bor. Demak, men noto'g'ri tekshirdim. Bunda keyingi odamga beriladi va o'sha 3-odam tekshirgani qaysi birimizga mos kelyapti. O'shandan keyin bu narsa
yo'lga qo'yiladi. U shunchaki qilinadigan narsa emas. Bular hammasi chunki apellyatsiyada ham boshqa joyda ham ko'rsatiladi. ko'rsatib berish kerak. Ha. Isbotlab berilishi kerak. Bu narsa yana shu narsani uyg'otadiki, ko'pchiligimizda hozir imtihonni yaxshi tekshirmayapti. Reytinglarim negadir men zo'r yozganman, nega past baho qo'ygan yoki bo'lmasam o'zi unchalik zo'r yozmaganman, yuqori baho qo'yilgan degan narsalar chiqadi-da. Misol uchun, siz umid qilyapsiz, sizni o'quvchilaringiz umid qilyapti, orada odamlar bor. Keyingi savolga ham ulab ketmoqchiman. Sertifikatni sotib olsa bo'ladimi? Hammada ko'p beriladigan savol. Keling, sertifikatni sotib olsa bo'ladimi? Shunga to'xtalaylik. Men o'zimgacha bitta voqeani esimga tushirdim. Mana yaqinda bo'layotgan narsa. Men o'zi 4 marta oliy bo'lib chiqqanman-da. Attestatsiyadan o'tib 4 marta oliy bo'lib chiqqanman. Va o'sha C1 bir marta B2, 2 marta C1 olganman. O'zimga maktab o'qituvchilari kelyapti. Tanishingiz bo'lsa, tepada, keyin yo'q tanishim. Mana ishonasizlar, umuman tanishim yo'q. Na attestatsiyada dedim, na o'sha multi level nimasini test jarayonida hech qanaqa tanishim yo'q. Faqat bilimimga asoslanib kelganman shu paytgacha, xudoga shukr. Bu yog'iga ham xuddi shunaqa qilaman. Lekin bitta narsani sezganman. Bekorga 2 yilga berilmaydi. Bu narsa odam o'zini ustidan ishlasa, ishlamasa tushib ketadi degani. Masalan, grammatika meni hech qachon esimdan chiqmasa kerak. Qaytarilgan o'zi uchun bo'lsa kerak. Esdan chiqmasa, grammatika esdan chiqmaydi. Vocabulary degan narsa bor-da baribir. Yangi so'zlar sekin-sekin esdan chiqadi. Shuni hisobiga odamda o'sha level daraja tushadi, ko'tariladi. Shu o'zi daraja qanaqa ko'tariladi, qanaqa qilib tushadi desa, bu ovqat yeyapmiz yoki bo'lmasa uxlabmasda, skillslarni to'g'ri ishlatishni boshimiz, texnikalarni o'rganib olamiz. Men bu narsaga bilmayman, boshimdan o'tkazmaganman. Mumkin ekan, bor ekan, lekin hali biron marta bittasi kelib, shunday kelib menga ingliz tilini bilmaydigan o'quvchim, mana siz ololmaysan, o'qib kim bo'larding, dirdingiz. Mana sotib oldimmi degan payti yo'q. Agar men qoyil qolardim, kelib bittasi menga shu gapni aytsa, mana ustoz, o'qimasa ham mana olsa bo'lar ekan degan o'quvchi shuncha yillik tajribamda hali kelmadi menga shunaqa narsa. Nima duch kelmadi bu narsaga. Bolalarimga ham shuning uchun har doim aytaman, lishniy pul avvalambor lishniy pul nima qilasan? Ketkizib, masalan, kimni kanal qidirasan. Sen kanaling tayyor, bilim bor, o'tib ketasan. Yerda kimdir bo'lish kerak emas. Kamera bekorli emas, shaffoflik deyilyapti-da. O'quvchilarni shaffoflikka o'rgatishimiz kerak. Endi qarang, oldindan masalan, institutga kirgizayotgan DTM testda kirgizamiz. Palonchini o'g'li kirib ketibdi, shunday deb qo'yishardi yoki bo'lmasa kelarda, pul yo'li bari o'qishga kira olmaydi-dirdi. Har doim shu gapni. Men o'zim qanchadan qancha oddiy, masalan, bozorda kartoshka, piyoz sotib o'tirgan ota-onalarimni bolalari o'qishga kirib ketdi. Ular bir sim pul, faqat ular nimaga pul tikishdi? Bolalarini repetitoriga. O'ziga kiritgan investitsiya mana oqlagan. Shu, oqladi, mana aytadi 100 marotaba oqlab. Balki o'sha kirolmagan negativchilarni fikri bo'lsa kerak. Sotib olish haqida prezga qo'shilaman. Mumkin emas, lekin men Photoshop qilganlarni rosa ko'p ko'rib olman. Xo'p, keling, baholash mezoni haqida gaplashaylik. Necha ball beriladi o'zi multi levelda? 100 ballmi yoki IELTSga o'xshab 9 qo'yiladimi yoki Muhammad Iso aytganlaridek 11, 12 olsa ham bo'ladimi? IELTSda necha olgansiz? 11. Qanaqasi 11 olasiz agarda u yerda 1 dan 9 gacha bo'lsa baholar. 9 gacha qilib qo'yishdimi? Bizda paytda 11 gacha edi. Baholash mezonlari, kriteriyalarni bir hozir anaqa qilib ko'rib chiqib aytmoqchi edim sizlarga. Baholash mezonlari aslan ancha anaqa boshqacha. Ya'ni ularda 1 dan 9 gacha berilganda o'zining har bitta nimasiga, kriteriyalarga qo'yilgan nima bo'lsa, bizada adashmasam har bitta to'g'ri ballga 1 balldan 5 ballgacha ham beriladigan joyi bor-da. 1 balldan 5. Bu qiyinchiligiga qarab, qiyin darajalariga qarab. Ya'ni darajasi o'zi o'sha readingga oladigan bo'lsak-da, masalan, readingga task 1da ancha yengilda,
tayyor ichidagi so'zlarni Ha. qo'yadi. Lekin uni ham ma'no so'zi xohlasa betga, buni betga emas, ma'nosini to'g'ri chiqarish, grammatik strukturaga to'g'ri kelgan holatda qo'ysak bo'ladi. Lekin nisbatan qolganlariga nisbatan to'g'ri. Ya'ni sizga betdagi 5 ta to'g'ri javob, 6 ta to'g'ri javobingizga ham, ya'ni part 6 dagi o'sha part 5 dagi to'g'ri javobingizga ham bir xil baholanadi. Shunisini bilaman. Adashmasam yaqinda ham именно listening partda baholash mezoni o'zgartirildi. Asosan 3 ta partga bir xil baho qo'yilardi, 75 balldan olinardi. Lekin hozirda noyabr o'tgan yilni 2024-yili noyabr oyidan boshlandi. Part 1 ni o'zini 1.1, 1.2 ga bo'lishdi, keyin part 2, keyin part 3 ga o'tishdi. Va ichidagi ma'lumotlarni o'zidayoq ideya tayyorda. Bizga berilgan narsa o'shani to'g'ri qo'llash. Va boya aytganimdek, part 1.1 ga 18 ball, 1.2 ga 18 ball, даже part 2 ga 18 ball, qolgan 21-23 adashmasam, endi matematikada unaqa zo'r emasman, 21 yo 23 ballni 3-partga berish boshladi. Ya'ni endi to'liqligicha, mana IELTSda ham shunaqa bizda part 1 ga unchalik ko'p baho berilmaydi, 3 ga qarab beriladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa har biriga ba'zida hayajonda biz birinchi partga tayyorlanganmiz, ikkinchi partga tayyorlanmaymiz yoki 3 ga tayyormiz, birga даже oddiy savollarga ham dovdirab qolamiz. Shuni menimcha hisobga olishgan holatda baholash ham shunaqa qilib o'zgartirishibdi, shunaqa yangiliklar bor. Bundan bir 5-6 yil avval Toshkentda o'quv markazida ishlab yurganimda o'quvchilar borardi. Gapdan gap, darsdan keyin gaplashyapmiz. Qayerdansiz dedi. Men aytdim, Yangiyo'ldan kelaman dedim. Voy dedi. Nimaga Yangiyo'lda dars bermaysiz? Chunki u yerda unaqa talab ko'p emas. Juda anaqa kam to'laydi dedi. Ha dedi. Sizlar qayerdansizlar? Biz ham Yangiyo'ldan kelyapmiz dedi. Nimaga kelyapsizlar Yangiyo'ldan? Ustoz yo'q bizda dedi-da. Aslida Yangiyo'lda ham juda ko'plab ustozlar bor, mana mukammallashib harakat qilyapti-da. Demak, bizning mental levelimiz ham kuchaymoqda. Albatta. Sayqallanyapti. Masalan, avvallari reading bilan birga writing berardi. Ha. Men o'quvchilarga nima derdim? Akademik vokabularing kam sani, yodlamading. Endi nima qilasan? Amki kirasan-da, readingni o'qiyotgan paytingda bunday qaraysan, so'zlar bor, o'shalarni yodlagansan. Lekin ularda nima bo'lardi? Spellingda xato bo'lardi harfda. O'shalarda readingdan foydalanib, o'sha writingga qiyin dirdim-da. O'sha orqada voy yordam bo'ldi dirdi. Lekin mana endi mukammallashyotgani ta'sirida bizda hozir reading bo'lganingizdan keyin sizga writing beriladi. Bir-birini bu ham yaxshi bo'ldi endi. Ya'ni bilimini ko'rsatadi. Bizda ham xuddi shunaqa qilindi. Listening readingdan zo'r so'zlar keladi, ideyalar keladi-da. Misol uchun zo'r samplelar olsa bo'ladigan narsalar bor edi, lekin shuni olib tashlashgani ham rosa chiroyli chiqqan. Bilim rostdan ham hozirda bizda mukammallashyapti multi levelimiz, balki keyinchalik endi unchalik professional bo'lmasmiz-yu, Cambridge yoki Oxford universitetlarini imtihonlargacha tenglashmasmiz-u, lekin Markaziy Osiyoda yoki umuman Osiyo mamlakatida number 1 deydi, number 1 bo'lishimiz mumkin. Ya'ni inshaalloh bo'lishi. Ha. Endi mendagi savollar tugadi, xudo xolasa. Mana shu podkastimizni so'ngida nima demoqchiman? Bizda ham shunaqa YouTube kadrlarimiz borki, vaqtingizni, bilimingizni, saviyangizni boshqa narsalarga emas, imенно o'shanga ketkazgan energiyangizni ham, kuchingizni ham shu yerda, ya'ni Yangiyo'l hududimizda, Yangiyo'lliklar bilan birgalashib mana shundoq podkastlar yaratyapmiz, shunaqangi ma'lumotlar beryapmizki, bizda ham shunaqa energiya, shunaqa bilimga chanqoq ustozlarimiz, professional ustozlarimiz borligini ko'rsatish asosida mana shu podkast yaratildi. Lekin to'g'risini aytaman, boshida chaqirganimda Ziyoda biz kelmasangiz kerak, kelmaydiganlar ro'yxatida birinchi tursangiz kerak, band bo'lsangiz kerak deb o'ylaganim, lekin bizda boshqa odamlar kelmadi bu podkastga. Men Yangiyo'llik o'quvchilarimizni bilim olishiga yordam bersa, shu siz olayotgan videongiz, men har qanaqa videoga tayyorman. Avvalambor rahmat kattakon. Mana shunaqa podkastlarga bizni taklif qilganingiz uchun. Albatta bu manfaatli bo'ladi. Buni keyingi seriyalarni ham olishimiz kerak. Xudo xolasa, nasib qilsa keyingi podkastlarimizda ham ko'rishamiz. Kelganingiz uchun rahmat. Asosiysi manfaatli bo'ldi, qiziq bo'ldi. Xudo xolasa o'quvchilarimiz chiroyli natijalarga olib beradi. Xudo xolisa. Rahmat sizlarga kelganingiz uchun.